Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 9. Qashqar yoz. Şahzada Yolbasxanның ordu beğidiki örüklərinin oldu sarğıyıb, yopurmaqlar arasıdan marashqa başlagan idi. Bağda quşqaşlar yaqimliq veçirlaydı. Kakkuklar xandan urub sayraydı. Qaramaqqa xuddi jannatdek. Amma 2 gündən beri öz yalğızlar xuddi qəpəsqə sulanğan yolbasdak uyandın bu yanğa menib yürgən Yolbasxanğa bu bağ bəyni dozaqdak görünətdi. Yürəkini toxtamay örtəvatqan qısas oti vücudunu lərziga salatdı. O oğlu Xanzadə Əbeydullah xan bilan qizi Məlikə Xanzadə xanımның dadis tərəfindən öldürülgənligidən Bulupmu əmdila 12 yaş kirgan qizini dadisining öz qo'li bilan chepib tashlaganligidan xabar tepib, quloqlariga ishonmay bir haza turib qoldi. Tatirib ketgan mangzida 2 tomchi yosh qetib qoldi. Ammo ovozini chiqarib yig'lab sanmadi. Padarlari sildan qattiq yengilgandan keyin dard alamini, o'sh adovatini ashu 2 farzandlardan Abdu Shahzodam Ballada nemi günah? Nemeli bolmusun özünün nevrisi idi-ğu? Ah, bu nemi degen vahşilik, adaletsizlik, ha? O, Hidayetullah İşanның iç ağrıtqan qiyafetki kirvilip, ot üstüge may çepip etqan, bundaq sözlerge ya aq, ya kök birnimi demedi. Mana onun ordu beğida öz yalğız xiyal sürvatqanıga 2 gün boldi. 2 gün içide o oylandı, nurgun xiyal sürdü. Birer yerimden mügdəb qağınını hesapqa almaganda faqatla kirpik qaqmedi. Göz aldıdan saqal burutları hamdala xattatqan oğlu Əbeydullah xan bilan çaşlarını qırıqdal qilib örüvagan teğçila Qonçaq oynaşdan qanmagan qizi Xanzadam xanımның qip-qizil qonga bo'yalgan jasadi faqatla neri ketmedi. Ashu qitimqi jangda otam deb yüz xotiri qig'inimning tashakkuri shu bo'ldimi endi? Uning vujudida mehr shafqat deydigan narsadan asarmi qolmagan bo'lsa, Aşu suyumlik 2 farzandimni öldürgüce, aşu vahşi paylini bana bildirip koygan bolsa, özüm aldığı beripla qilichini boynumni tutup bəməsmidim. Əmdi bana bu canның, bu saltanatның nemi keriki? Meyli, enim Şahzade Abdümümin xan Hakan boliversin. Ama mən ol 2 yürek paramның qan qısasını sürüştürmey qoymayman. Atı boğucu öz puştunu öldürüştün eyminmigenken, əmdi mənmu eyminmeyman. El yurt arsıda pədər küş degen lənətlik ataqını asamı meyli. Biyadiki pədər küş degeni ataq qatili öz atısını öldürgücü degen məndike. Qasam ki, aşu bədniyət vəhşi atamның kallısını öz qilichim bilan tenidan judo qilaman. Shu kunlarda Sultan Abdullah xanmu kun va tunlarini uyqusiz degudek tinimsiz o'y xiyollar bilan o'tkazib Xanzoda xonimning o'limidan keyin orda vahima sarasimida qolgan bo'lib, orda arkanlardan tortib oddiy mulozimlargacha o'zini imkon bor xondan yiroqlashtirishga tirishadi. Orada işlerden bütünlay soğup ketken Sultan Abdullah xan orada beğidiki Lalazar Ravaqqa bekinib algan edi. O aş tamaqdan qalgan bulup toxtamay şarap içetdi. Chilimni açıq şoraytdi. Şahzade Əbeydullah xanni öldürüş doğruluq yarlıq düşürmesem bopdiken. Mənsəb kulasını elib taşlap bir mezgil nazarband qilgan bolsam, Şahzade keyince aql hoşunu tapqanmı bolar idi. Onu asi deb ölümge buyurdum. Amma suyumlik nevri qizim Xanzoda xanim nejo?
Xonzoda xonimni-chu, teği öz zulfiqorim bilan ha? Tova, ozmos Allah. Qerindishining o'limidan aql ho'shini yo'qotgan. Ashu narsida qiz qo'liga xanjar ilib bilan nimami qilalaydi? Mana hozir hammaning ko'zlari düşmanlik. Bilaman, ular menga tish tirnog'igacha o'sh. Faqat xoqon bo'lganligim uchunla mendan qo'rqidi. Meni ikki ig'iz bo'lsa-mu ayblashga jur'at qilolmaydi. Faqat Malika muhtaram xonimlar buning sirtida. Ha, balkim u meni tillagandir. Tillamoqchi, ayblamoqchi bo'lsa-mu, adab yuzidan menga udul kelmagandir. Navada ashu ikki navram qayta tirildigan ish bo'lsa, butkul el-raiyat birlashib meni tillasa, ayblasa mayli edi. Har qanday xo'rliq, azoblarni tatishga rozi edim. Lekin helimo ham tatibotmangu bu xo'rliqlarni. Assalom xon ota. Sultan Abdullah xon xiyoldan beshini ko'tardi. Uning oldida Malika muhtaram xonim chiroyi tutilgan holda qarab turardi. Aqlliq Malika, yo'q, farishta. Mendan ko'ngil so'rash, dil xaslikimga o'rtoqlashish uchun kelgan o'xshaydi. Buncha qilish hojatsiz edi, qizim. Bundaq qilishingizga arzimaydim. Men o'zlari bilan xo'shlashqili keldim, xon ota. Xayr, aman bo'g'ayla. Yo'q, u mendan ko'ngil so'rab kelmabdi. Chiroyli ko'zlari helimi shunchalik nafratlik, adovatlik. Xo'shlashqili? Abdullah xon hech nimani tushunmay taajjublandi. Shundaq xo'shlashqili keldim. Bu mudish o'rtida hamda turishga toqatim qolmadi. O nega ketadigandu? O'z vaqtida onasi Shamshibonu Malika bilan tirkishib, meni orig'i silib yurib, bu o'rtada qolgan emasmidi? O xonliq madrasada ilm mutaila qilmoqchidi. Acaba hammani o'rganib bo'lganmidir? Nega borsiz, qizim? Turpanqa, atam Sultan Said Babaxonning, anam Malika Shamshibanuning qishig'i ketaman. İcazat bergayla, xon ota. Bu o'rdining endi orzulg'ichiligi, tartishquchiligi qolmadi. Rost aytdi. U endi nimaga tortishsin? Ha, rost, menchu. Menga tortishmaydi ekan-a? Sizga ijozat, qizim. Inim Sultan Said Babaxon oliylariga mendan salom ayting. Aldığınızda bu soruğuda cüretim yo'q. Eng oxirgi qitim mengzimga birni so'yib qo'yishingizni orzu qilaman. Bilmadim, bu baxtga musharraf bo'lishga mumkin bo'larmikin. Malika muhtaram xonim bir necha daqiqa turib olgandan keyin yugurib keldida Sultan Abdullah xonning bo'ynidan mahkam quchoqlab turib, mengziga bolacha mehri bilan so'ydi. Sultanmu uni otalarcha mehri bilan bag'riga bosdi da buqildab yig'layotdi. Malika muhtaram xonim safar tayyorlik qilish uchun ketib qoldi. Lalazar vaqtda yolg'iz qolgan Sultan Abdullah xon birdilla aqlini topgandek o'rnidan dasturib ketdi. Shundoq ketish kerak. Endi bu saltanatning menga nima keragi? Beytul Muqaddasga berib, Allah egamdan kebirlerimni tilay. Yiroq yurtlarga sargardan bo'lib chiqib ketay. Bu yurtga ikkinchilab oyoq bosmay. 3 kundan keyin Malika muhtaram xonim 100 nafar nökər bilan Shir Ali Bahodirning qo'riqchiligida Turpanga qarab Sultan Abdullah xon Xonish Shohi banularini elib
500 nəfər mulazimning qo'riqchiligida Hindistonga qarab yo'lga chiqdi. Shahzoda Abdumömin xon rasmiy yo'sinda Saidiya xonligining taxtida o'tirdi. 10. Shahzoda Yo'lbos xonning lashkarlari bilan Xo'ja Hidoyatullo Ishonning Supi lashkarlaridan hosil qilingan birlashma qo'shinning Ostonani muhosiraga olganiga mana bugun to'p-to'g'ri bir hafta bo'ldi. Urush vahimizda qolgan Ostona puhralarining ko'ngli parakanda edi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning zayd sanmay atgan po'lirga, shirin shakar so'zlariga butunlay ishinib, orduning amaliy huquqini Ishonga tutqizib qo'ygan Shahzoda Abdumömin xon, Mirzo Babaqbek qatorliq yuqori obro'yiga ega, mo'l tajribaga ega orda erkanlarining maslahat tadbirlariga e'tiborsiz qarab, saltanatning muhim ishlarini Ishon bilanla kengaytdi. Ishonning degani bo'yicha, ko'rsatmasi bo'yicha farmon tushiradi. Shu sababli Shahzodadan ranjib qolgan Mirzo Babaqbek qatorliq amirlar kuchlik, xavflik yov oldida ilojsiz bir chetda qo'l qovushtirib turishga majbur bo'ldi. Orduning lashkari va mulkiy huquqini qo'liga ilib olgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon lashkar boshlab chiqib, Shahzoda Yo'lbos xon qo'shini bilan bir necha martaba tutishib baqqan bo'lsa-mu, har qitimda mag'lub bo'ldi. Ammo yengilganiga hargiz tan bermadi. O'ziga tamanno qo'yib, Mirzo Babaqbekni lashkari kengashlardan chatlashtirdi. Xon lashkarlarining jangda huquq qoznishiga ko'z yetmagan bir qism amirlar lashkariy ustunlikni egallab turgan Shahzoda Yo'lbos xonga mayil bo'lishga boshlagan edi. Shu sababli sarkarda lashkarlarning jasorati sungan, bahodirligi suslab ketgan edi. Xo'ja Abdulla Ishonning o'z oldiga qarg'ulachi tuzgan jang tadbirlari ha deganda korga kelmayotdi. Jang vaziyatining o'zi uchun foydasiz ekanligini his qilgan Shahzoda Abdumömin xon Ostona sepilning egiz ham puxtaligini, shaharda oziq-tulikning ko'pligini nazarga olib, jangga chiqmay o'rniga mahkam bekinib oldi. Shahar muhosirasi yarim oy davomlashdi. Inisi jangga chiqmay yetib olgandan keyin Yo'lbos xon shahar sirtida puxta bargoh qurdida muhosirni chingitib, midirlamay saqlab yotdi. Bu orliqda Xo'ja Hidoyatullo Ishonning shaharga yo'shirin kirgizgan Supi darvishlari ko'ch-ko'ylarda oshkor yo'shirin holda Shahzoda Yo'lbos xon qo'shinining sur-haybisi, kuch-qudrati, Shahzoda Yo'lbos xonning fazilat iqtidori haqida targ'ibot elib berib, xeyli obdan unumga erishdi. Shahar puhralarining Shahzoda Yo'lbos xonni qo'llash, shaharga boshlab kirish sadolari kundan kunga avj edishga boshladi. Bu ahvol ordidagi bir qism qalamdor va alamdor amirlarni texmi bak tavritib qo'ydi. O'zining kelgusi istiqbolini Shahzoda Yo'lbos xonga bog'lab, hozirgi mansab martabasini, jug'lagan mol dunyosini saqlab qilishni o'ylagan bir qism o'rda erkanlari Shahzoda Yo'lbos xon bilan maxfiy til biriktirib, bir kuni saharda shaharning hamma darvosini ichibatdi. Fursatni g'animat bilgan Shahzoda Yo'lbos xon sarkat lashkarlarini boshlab, har qaysi qo'vuqlardan shaharga bostirib kirdida, qirchab qig'inicha kalkundak davrab bu qadimiy shaharni titritibdi. Ko'cha rastlarda tumanlagan otlarning tuyoqlari dukurlaydi. Tig' zarbisidan jon talashgan lashkarlarning ahu faryodi falakka yetgan edi. Bir qism sarkarda lashkarlarini boshlab, o'rniga hujum qilib kirgan Shahzoda Yo'lbos xon Udulla Shohnishonga bostirib kirdida, to'rdagi hashamatlik oltin taxtga o'sh adovat bilan tikildi. Shahona taxtda o'tirgan Shahzoda Abdumömin xon oqisining dahshatlik turqini ko'rib, vahimadan tamg'a tortilib qolgan suratda qetib qolgan edi. Butkul a'zoyini qor tarbiyasib, put qo'lida jon qolmagan edi. Shohnishonga kiribla beguna farzandlarining qisos o'tida butunlay esini yo'qotgan Shahzoda Yo'lbos xonning ko'ziga taxtda o'tirgan inisi, xuddi dadisi Sulton Abdullah xonda ko'rinib ketdi. Demisimi, Shahzoda Abdumömin xonning chiroyi, bo'y basti dadisiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Qisos
va o'chmanlikdan Shahzoda Yo'lbosxonning vujudi larziga kelgan edi. Shu topda uning ko'z oldidan ashu taxtning oldida yuz bergan fojialar chaqmoq tezligida o'tib o'tadi. Shahzoda Yo'lbosxon ashu taxtning tuyida bir qitim o'limga buyurilgan edi. Qizi Xonzoda xonimmi ashu taxtning tuyida rahimsizlik bilan chepib tashlangan edi. Ashu taxtda o'tirgan odam uning suyimlik o'g'lini o'ldirish to'g'riliq yorliq tushirgan edi. Shu daqiqada Yo'lbosxonning ko'ziga qip-qizil qonga bo'yalgan qizi Malika Xonzoda xonim ko'ringandek bo'ldi-da, qilichini beshidan egiz ko'tarib taxtga qarab tashlandi. "Ey zolim ota! O'g'lim bilan qizimni qaytirib ber!" Akisining qo'lidan qanday qutulishni bilolmay taxtda lag'ildab titrab o'tirgan inisi Shahzoda Abdumo'minxonni dadisi Sulton Abdullohxon deb qiyos qilgan Shahzoda Yo'lbosxon nari tortqinicha berib chepib tashladi. Shu hamon jiriq qarab chiqqan qonda hashamatlik oltin qubbilik taxt qip-qizil bo'yaldi. Shu daqiqada ostonaga bostirib kirgan Xo'ja Hidoyatullo Eshonmi ming'ilgan talva so'pi lashkarlarini boshlab, ashaddiy raqibi Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning qasrida qirg'inchilik qilyotdi. Ahvolning chatoqligini allaqachon his qilgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon xotin bolalarni elib, bir qism so'pi xalifalarining hamrohligida sahardila ostonadan qochib ulgurgan edi. Xo'ja Abdulla Eshonni har qancha izlabmi hech yerdan topolmagan Xo'ja Hidoyatullo Eshon so'pi lashkarlarga ostonadagi barliq Isoqiya sulkidagi qora musulmon murtadlarni, jumladan xotin qizlarini, jaddi jamoatini tamomiy qirib tashlashga farmon berdi. Shuning bilan ostonada sulki ishqiya muritlarining sulki Isoqiya muritlaridan oshkora qisos elishi boshlandi. Ishqiya sulkidagi so'pi lashkarlarning to'liq bir kun qirg'inchiligidan keyin o'z vaqtida Isoqiya muritlari Qashqar ko'chalarini sulki ishqiya muritlarining qiyni bilan qandoq bo'ygan bo'lsa, mana endi ostona ko'chalarida beguna Isoqiya muritlarining qiyni shundoq eriq bo'lib oqmoqda edi.